Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugungi videolarimiz o'sha Rustam akamning molxonalariga kelganmiz. Xudo xolasa bugungi videolarimizda o'sha buqalar baq ekanlar, o'sha buqalarni qanday qilib boqyaptilar, qanday foyda qilish, o'sha xudo xolasa bor ma'lumotlarni o'zlaridan olib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa mana shu yerda 30 boshga yaqinroq buqalari bor ekan. Mana obunachilar, xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolasa bor yana bundan unaqa narsalarni ham kommentariyga yozsalaring, chiqarib xudo xolasa turaveramiz. Assalomu alaykum Rustam aka. So'misiz, ichmisiz? Rahmat, xudo shukr. Bayapsin bo'ladi? Bular sekin xudo xolasa endi nima deydi? Mol boqishni bilishdi, bilmaganlar ko'pda baribir. Sekin ma'lumotni o'zingizdan bergani keldi, xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumot bersangiz. Ha, qo'ldan kelganicha. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumot berasiz-da. Mol boqishdan oson ish yo'q o'zi. Ha, xudo xolasa. Dangasani ishi mol boqish. 10 so'm degimasam qiladi. Xudo xolasa. Shu bu mollarni olib kelganingizga necha oy bo'ldi? Bular 2 oy bo'ldi kelgan. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi obunachilar mana. Qayda nechta dedingiz? Qayda hozir 20 ta. 20 ta buqa ekanlar. Mana obunachilar. 2 oy. 2 oy oldin necha pulda olingan mana shular? Mana uni uchalasidan Qashqadaryodan kelganmiz. 3 ta. Bitta. Mana Mana uchalov. Hop. 4 ta bo'lgan. Hop. Nari boshida bitta ola turibdi. Ha, birinchida chiroyli ola. Ha. To'talasini 8,5 milliondan shu joyda baraka qilib 200 mingdan yo'l ko'ra berib 8 million 700 dan yetib 8 million 700 ming yetib kelgan. Lekin yaxshi o'zgaribdi-da. Ha, zo'r o'zgarish. Mana o'sha Qirg'izistondan o'tgan Qirg'iz 10 ta sherigi bu. sherik, ha. Siz 10 tasi Qirg'izniki bayda. 10 ta Qirg'izistonniki. O nari chekkada turgan 4 ta. Ha, shu chekkadagi 5 ta. Mana tomonda mana 5 ta buni. tag'ida ham 5 ta bor ekan. Mana edi mana 4 ta Jizzax. Mana bitta sari. Mana Mana to'talar Jizzax. Jizzaxga. Mana bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. Mana hali o'rni aytdim o'shida ola. Hop. Ola bilan 5 ta mana 5 ta. Beshalasi. Beshalasi. Necha pulda yetib kelgan? Qirg'izistonda 6 million 400 dan. 6 million 400 dan. 2 oy bo'ldi tashaganingizga. 2 oy bo'ldi. Hozir misolingizda necha puldan oladi, necha puldan yaxshi foyda qiladi obunachilarga shunisi qiziq bo'ladi-da baribir. Qanchadan foyda qiladi, necha oy vaqt bunday qilsa. Hozirgi holatda bozorda holatini shu bugun ham bozorga chiqdim. Hop, o'zimizda bugun bozor bo'ladi. Bozorga chiqdim. Mana shunaqa holatda endi ko'chat. Hop. Mana Angus ko'ryapsizmi? Hop. Mana shunaqa holatda 10 million, 11 million atrofida sotildi. 10 million 1 million atrofida sotildi. Mana qo'tir bittada qo'tir bor ekan shikiliga. Ha, tuzaldi. Hali jenahini qilib qo'ydik, tuzaldi. Mana shu qo'tirni nima qilsa tuzaladi. Obunalar bilib bilmaganlar bo'ladi-yu. Qo'tir deyman, o'zini qo'tirda vitamini bo'ladi. Hop. Ukol, bitta ukol bilan. Iver degan vitamin ko'r bo'ladi, ana shu mana. Necha marta qilish kerak o'shani? Bir marta qilinsa bo'ldi. Bir marta o'zi tuk ham chiqib qolibdi, uni tuk chiqib qolibdi. Obunachilar shu Ivor degan ukor qilinadi dedingiz-a? Ivor ukor. Bular qanaqa mahal ovqat, qanaqa nima berasiz? Bular endi shuni ma'lumotlarni bersangiz. Bular ertalab silos yeyishadi bir mahal. Ertalab silos yeydi. Xo'p. Silos orqasidan ozgina atala beramiz. Atala. Xo'p. Silosdan keyin damini olib yotadi bular. O kechga orada bir suv tutamiz. Orada. Ha. Kechga keyin nima yeydi? Kechga ham yana xuddi shu. Xuddi silos bilan atala. Ozgina atala beramiz. Silos bilan atala. Hurmatli obunachilar, tavsiya qilaman sizlarga mana, xudo xolasa 2 million orasida foyda qilaveradi deyishyapti. Mana buni nima uchun qo'yilgan mana obunachilar, mana shu ham qiziqda baribir. Ha, u salalka u bakalar. Salalka. Haligi parazik pashalar kelmasligi. Pashalar o'zi tushib qolibdi bunga. Xo'p. Yomon pashalar kelmasligi uchun. Hid chiqarib turadi, pashalar kelmasligi uchun. Ha. Mana pasha, nima deydi? Pashalar kasal, o'sha pashadan degan gap so'z chiqdi, eshitgan bo'lsangiz. U endi pasha olib keladimi, odam bilan keladimi, havoda keladimi, uni hech kim bilmaydi. Bilmaydi, ha. Mana prosta o'zingiz oldini olib qo'yib qo'ygansiz bu pashalar. Endi baribir pashani
foydasi yo'q, ziyoni bo'lsa bor. Ha. O'sha qaylargadir o'tirib, qaylargadir qo'nib uchib keladi. Buni ko'ziga qo'nishi mumkin molni. Shunga qo'nishi mumkin. Qanaqadir kasallik tarqatishi mumkin deb pasha. Xo'p. O'shancha. Oldini olib qo'yib qo'yilgan. Ha. Xonada pasha bo'lmagani ma'qul. Obunachilar, sizlarga ham tavsiya qilaman, aynan molxonalaring bo'lsa, aynan ilib qo'yinglar. Sizlar ham iloji boricha mana o'sha kasallik chiqqani ham bor rost. Mana pashalar o'zi mana tushib qolibdi o'zi mana. Ular ham naval qilib terib tashlagan ekanlar. Mana obunachilar. Lekin buqalar ham o'sha zo'r o'zgarar ekan. Lekin 2-3 million orasida foyda qilaverar ekan. Obunachilar, sizlar ham olib baqib tavsiya qilaman. Mana qadrli obunachilar, silos yamalari. Bu 20 ta molga dolliq silos bu. Dolliq silos. Dolligi bilan bergan yaxshi buqalarga. Zo'r. Molni eng boqishda oson usuli ekanda. Eng oson usuli, xo'p. Buni tayyor silosni buna qilib g'amlab qo'ysangiz, sop qo'ysangiz bo'ldi-da. Tashaq qirqaman. Yem tayyorlayman deyish yo'q. Yo'q, mana shu tayyor silos. Birinchi nima atali ichadimi yo buni yedim birinchi? Buni tashlaymiz. Buni tashlab turib, keyin ustiga atalanib yo'q qo'yamiz. Shu bilan o'zi mollar yeb tashlaydi. Umuman o'rda qolmaydi, hech bola qolmaydi. Ertalab 500 kilo 20 tasiga. 500 kilo silos. Xo'p. Kechqurun 5. Mana qadrli obunachilar, o'sha silos yamalari ekan bu. O'sha mollarni qancha berishi, shuni xudo xolasa hozir o'zlaridan bor ma'lumotni olamiz. Iloj boricha. Bular molga o'sha tag'arada necha kiloda qisqasi bir kunda necha kilo berasiz bitta buqa yeyotgan buqalarga? Ertami 10 kilo. Xo'p. Pramen, ha, tortib bermaysiz endi olib borib. Ha. Ertalab 10 kilodan tushsa, har bittasiga 28 tasiga 280 kilo ertalab tushadi. Kechqurunlikqa 280 kilo tushadi. 280 kilo. Har biri Shonda 10 kilo, kechqurun 10 kilo, har bittasi 20 kilodan. Kuniga 20 kilodan silos yeydi. Mana avrachaga po'nimda silos bosib qo'ygan ekanlar shu 20 ta buqalarga. Dolliq silos bosib qo'yilsa, mol boqishda eng oson usuli mana shu. Eng oson usul shu. Mana obunachilar mana shu so'zini to'rg'ab qilib beramiz, atala qilib beramiz. So'zini o'sha haligi karmoy sortidan. Haligiga qo'shib hozir to'rg'alayotgan shekilda qozonda ko'rsatamiz hozir uni ham. Mana shundan. Ha, shu to'rg'ab, yuvib turib qaynatib beramiz. Mana so'zlari ham kelib qo'ygan ekanlar. Mana qadrli obunachilarimiz, mana nima deydi? Atalarni mana shu qozonda necha kilo deysiz mana shunda masalan? To'y qozon bu. Ata spesial zakaz qilib qildirganmiz. 260 litrlik to'y qozon. 260 litrlik to'y qozon. Gaz bilan pishirilaveradi. Gaz tutantirqqa, asosan o'tin serab o'tin bilan pishiriladi. Bunga hozir nima qo'shiladi mashinga? Bu hozir mana so'z o'sha karmoy so'z. Xo'p, haligida ko'rsatilgan so'zida, xo'p. 25 kilo to'rg'ab tashladik. Xo'p. Bunga nima qo'shiladi endi? Bunga oddiy kepak qo'shamiz. Kepak, xo'p. Keyin makkani unini qo'shamiz. Makkani uni. Xo'p. Bu shuni qaynatamiz. Tayyor bo'ladi, o'zi o'sha silosga qo'shib berilaveradi. Ozgina akshak qo'shamiz. Ozgina akshak. Maydasi bormi? Xo'p. Shundan qo'shib berilaveradi. Shunda buqalar yeb yotaveradi. O'sha obunachilar mana tavsiya qilaman sizlarga, mana shu Rustam akamizdan shu buqalarni baqib zo'r baraka topay ekanlar. Mol ham vaqt o'tgan sari pribul qilaveradi, Ha, foyda qilaveradi. Yaxshi qaralsa bo'ldi. Masofa kerak, vaqt kerak. Eng muhimi ularda sog'ligiga e'tibor berib turilsa bo'ldi. Vaqtida vaksinasini, vaqtida lichenasini qilib, ertalab kechqurun ovqatini berib, doim bularni bezovta qilolmasdan ertaman kechqurun ovqatini berib turilsa, tamom. Yaxshi o'zgaraveradi. Har kuni buni tepasiga kelib olib 20 mahaldan ovqat berib yemayapti deydigan bo'lsa, o'zgarmaydi. Bezovta qilinaversa o'zgarmaydi. Shu siz ertalab asosan qaraysiz, kech tomon qaraysiz. Bitta nima supuviga, supuviga berib qarab qo'yiladi. Shunda yaxshi foyda qilaveradi. Obunachilar mana tavsiya qilaman sizlarga mana pishirib berib. Mana makkani uni ekan, bu makkani o'sha chiqartirib, uni kepak aralashtirib pishirilaverar ekan. Mana aralashtirib beriladi hozir, ha. Mana shunda o'zi qaynaganda o'zi aralashib ketadi mana.
Tushunarli. Shu atalar zo'r bo'lib pishadi. O'sha mollar ham o'sha maza qilib yeydi buni obunachilar. Mana. Supi kuyiladi hozir. Azdan suv Quyiladi. Suv quyilganda ham pashti bir 100 litr atrofida suv quyiladi. to'ldiriladimi shu qozonni pashti? To'ldiriladi. Shu o'zi pishganda buni mana chetidan to'la bo'ladi, mana chizig'idan bo'ladi, to'la bo'ladi. to'ldirib pishiriladi. O'sha 260 kilo 300 kiloga yaqin yem bo'ladi. Yem 360 kilo, 260. 260 kilo, 300 kiloga yaqin yem bo'lar ekan-da bayda. Ha, ha. O'shani kechqurun bir mahal beramizda yarmini. Xo'p. Yarmini ertaman beramiz. Bir kunda bir marta pishadi bu qozonda. Har kuni pishirilar ekan-da bunda, har kuni pishiriladi. Har kuni bir mahal 20 ta molga xotirjam yetadi lekin. 20 ta molga xotirjam yetadi o'sha hozir. Mana akshak mana. Bu akshak ekan. Bu pishgandan keyin yiringlar Pishib ketadimi bu? Shovlaga o'xshab ketadi. Shovli pishib, ko'payib bir taqara bundan ham qo'shilib boradi. Hozir olib chiqdi-yu. Xo'p, xo'p. 5 kilo, 6 kilo atrofida. Pishadi, ha. Obunachilar, tavsiya qilaman sizlarga mana shunaqa qilib mol boqishni, xudo xolasa. Mana obunachilar ashi yemni yeb, mana bunaqa buqa bo'lib ketayotgan, o'sha nima deydi, o'sha buqalarni ham bir holatini ko'rsating deganlar, ana buqalar. Ustam aka, bular qiziqqanlarga sotilaveradiganmi? Ha, qiziqqanlarga sotamiz-da buni. Xudo xolasa nima deydi? Mol boqishni bilmayotganlarga nima deydi? Bir tavsiya bering, ma'lumot bering desa beraveramiz, sotaman. Mana nomeringizni qo'yib qo'yamiz ekranni betiga. Telefon qilishsa, bor ma'lumotni berasiz, qiziqqanlarga sotaverasiz. Ha, sotilaveradi. Mana obunachilar. Bu qoladi qarang. Shu ashi yemni yeb, mayna qo'yib ketyapti ekan. Ular kelganda ozg'in Oriq-oriq kelganda, ha. Hozir sen yaxshi o'zgarib, ras hozir ham rasa baqishmayli endi yetib ketdi-da bular menimcha. Biz ham haligi go'sht yo'nalishiga boqmaymiz. Xo'p. Bizdan ogoh odam Keyin yemlaydi. Ha. Siz o'sha tayyor qilib qo'ygansiz-da, pashta so'ygan mana shu yemlashga tayyor qilib qo'ygansiz. Ha, suyagini kattaytirib, etini bo'shatib qo'yamiz. Ha. Tayyor qilib. Mana obunachilar shu taygini unday qilib shipirib tozalab turasizlar. Nima deydi? Mol oyoq-bayoq og'riq undaqa uchramaydi. Top-toza turish kerak tayga. To'g'rimi Rustam aka? Ha, albatta. Mana. Buni hokiza tutilsa yaxshi bo'ladi-da. Ha. Bu qola lekin zo'r o'zgaribdi. Obunachilar, o'sha qiziqqanlarga bo'lsa lekin sotaver ekanlar ham telefon qilib o'zlaridan mashina menga video qilib tashab bering desang, narxini kelishsalaring sotaveradilar. Masalan, ikkinchidagi ya bo'lmasam, mana 4-chidagini ya bo'lmasam 5-chidagini bering deysa, holatiga qarab narxini kelishsalaring, tepasiga kelishsa, kelishtirib sotaveramiz. mana obunachilar, xudo xolasa tavsiya qilaman, haydan olib, baqib, xudo xolasa sizlar o'sha buqalar lekin zoti bor, sifatli buqalar ekan, orqalari zo'ridan ekan.